Voy. Keldingmi ona qizim? Keldim. Foziljonni ko'rdingmi? Ko'rdim. Gaplashdinglarmi? Yo'q, gaplashmadim. Voy. Yoniga bormadim. Voy, shoshma. Fatima xolang kelsa, nima deb javob beramiz? O'zingiz bilasiz. Istaganingiz. Voy. Iloyo, baxtingni bersin qizim. Xo'sh, qiz yoqqan bo'lsa, yaxshi. Lekin gaplashdingmi desam, yo'q deysan. Unda nimasi yoqdi? Endi dada yoqdi-da. Yana o'sha gap. Menga qarab o'g'lim. Erni er qiladigan ham xotin, qora yer qiladigan ham xotin bo'ladi. Agar bo'sh bo'lsang, eng yuvosh xotin ham yelkanga minib oladi. Bilib qo'y shuni bola. Bilaman dada. Bilamanmish. Nimani bilasan? Uchrashuvga chiqib, qiz bilan gaplashmay kelibsan-u? Bilamanmish. Qiz bilan uchrashibdi-yu, gaplashmabdi. Tavba. Yoqdimi? Dadam kelyapti, lekin gaplashamiz. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qo'yani undan. Hozir. Qizing nima deyapti? Fozilimiz aytgan qiz Shahlo bo'lib chiqdi. O'g'lingiz shunaqa ham suyunib ketibdi. Voy, suyunib ketibdilarmi? Shuning uchun ham qoqqan qoziqday qotib turaverganda. Orqasidan ham bormabdi, gaplashmabdi ham. Tavba qildim. Bo'shligi xuddi o'zingga o'xshaydi-ya. Ha, o'zingiz-chi, o'zingiz. Birinchi uchrashuvga chiqqanda indamay kelib, indamay ketgansiz. O paytlar boshqacha edi. Indamaganmishman. Qanaqa gapiraman? Yonida devda ham men turgan bo'lsa. Ja, devda emas, mundiroding. Bore. Uyga kiramizmi? Puldan o'ynaymizmi? Bo'ldi boshqa. 300 ming yutqazib qo'yganingda to'xtat dedim. Xulosa olmading. Endi esa 300 ming berib qo'yib-a? Sen bilan 2 marta o'yinga borib 200 mingdan tushdim. Bugungi 300 mingni amakim kassasidan olgandim. Yana miyam qoqib qo'limga beradigan bo'ldi. bo'pti, ertaga gaplashamiz. Yaxshi yotib tur, Sattor. O'zingam. Kelasi safar yutamiz, qo'rqma. Maishat ukam. Zo'r bo'ldilik. Nima deding, Anvar mirzo? Mazza qildik, ochilaka. Mazza. Gap bo'lishi mumkin emas. Ha, ammo hozir
sen hali qarzingdan qutulganing yo'q. Chunki puli teng yarmi aroqqa aylanib seni oshqozoningga tushdi. Haliyam mendan 30 ming qarzsan. Tushundingmi? 30 ming ham pul bo'ptimi ochil aka? Magnitofonni olganimni hech kim sezgani yo'q. Ha, bu yog'iga ham bir narsa toparman sotishga ochil aka. O'g'il bola, yasharman ukam. Hali sen bilan shunaqa ko'p ishlar qilamiz ukam. Menchi Kichkintoyim qachon uyga qaytadi deb kutib o'tiribsizmi? Yana qayerlarda pulli qarta o'ynab kelding? Laychez yetkazdimi? O'zingdan eshitmoqchiman. Xotirjam bo'ling. Kassangizdan olgan pullarimni o'rniga qo'yaman. Xohlasangiz tilxat yozib berishim mumkin. Bobong rahmatli menga hech qachon qo'l ko'tarmagandilar. Maktabda o'qib yurgan paytlarim edi. Dada, o'rtoqlarimning orasida dadasidan kalta yemagan bironta ham bola yo'q mendan tashqari. Nima uchun menga hech qachon qo'l ko'tarmaysiz deganimda ular, "Ey bolam, bobong menga ham qo'l ko'tarmagan, axir qanday qilib seni uraman" degandilar. Bu bilan nima demoqchisiz? O'zingchun o'ylarsan deb o'ylayman. Bor. Kirib uxla. Xo'p. Qo'ying, siqilmang Mo'minjon. Hayot shu ekanda. Bir kun kelib hammamiz ham shu yerga kelamiz. O'tganlarni duo qilaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bir maslahatda ish bor edi Mo'minjon. Aytavering Ne'mat aka. Qayg'u hasrat o'z yo'liga, ammo hayot davom etaveradi. Aytmoqchimanki, o'zingizni qiynayvermang. Hadeb uf tortganingiz bilan biron narsa o'zgarib qolmaydi. Meni yaqin bir qarindoshim bor. Chet elga qatnab savdo sotiq qiladi. Kuni kecha gaplashdim. Mayli, birga olib ketaman dedi. Boshlanishiga menga yordamchi bo'lib turar. U yog'ini gaplashamiz, deyapti. Tushundim Ne'mat aka. Rahmat sizga. Birgina iltimosim. Xo'sh. O'g'limning yo'qolishida o'zingizni ayblamang. Bu ham ko'rgulik. Nima qilamiz endi? Sizni o'zim ukam deganman Mo'minjon. Agar ketsangiz, xotirjam bo'ling. O'g'lingizni qidirishni hech ham to'xtatmayman. Xo'sh. Qarindoshimga nima dey? Ukam ketishga tayyor ekan deng. Yashang Mo'minjon. Bu boshqa gap. Xudo xolasa bugun ko'rishganimda albatta gaplashaman. Yuring, ketdik.
Allo. Uzr, adashib boshqa telefonga tushib qoldim shekilli. Yo'q, adashmadingiz. Men Vasilaman. Ovozingizni tanimaganim qanday, Vasilaxon? Boy bo'larkansiz. Shaydo qayerda? Shaydoxonada yo'q. Lekin bilasizmi, do'stingiz g'alati kasalga chalingan. Hech narsa yemaydi, hech kim bilan gaplashmaydi. Shu o'y surgan. Hozir uydan qo'ng'iroq qilyapsiz-a? Yo'q, Toshkentga keldim. Yotoqxonaga ketyapman. Hozir yetib boraman. Xo'p. Shaydo? Shaydo. Bilaman. Sevasan. Uylanyapti deb kuyyapsan. Lekin sen bir narsani bilmaysan, o'rtoqjon. Ha, mayli. Hozir sizga bir narsani aytsam, o'rningizdan sakrab turasiz va xursand bo'lib raqsga tushib ketasiz. Shaydo, kim qo'ng'iroq qilganini bilasizmi? Hoy. Xudoyberdi akang Toshkentga kelibdilar, o'rtoq. Nima? Nega menga telefonni bermading, Vasila? Ha, o'zing xohlamading-ku. Jin ursin. Xudo bir asradi-da. Shu palakat gung kampirni bir kunmas mashina urib ketib qoladi. Gung kampir? Ha. Qaysi kuni men ham uni urib ketishimga sal qoluvdi. Yo'q-e. Sizni ham bir Xudo asrabdi-da unda. G'alati bo'lib ketdim o'zim ham. Hayot jumboq Bahodir. Kim biladi deysan? Qaysi g'am tashvishlar uni shu qo'yga solgan ekan. Qayerdan kelib qolgan bu palakat o'zi? Shu yerlikdirda. Ha, yo'q, shaharda yaqinda paydo bo'lib qoldi. Kim o'zi, qayerdan kelgan, bola chaqasi bormi, yo'qmi, hammasi sir. Hech kim u haqda hech narsa bilmaydi, hatto o'zi ham bilmaydi deyishadi. Qayerda yasharkan? Abror ota uyidan joy berganmish deb eshitdim. Odamlarga qo'yib bersang nimalar deyishmaydi. Nimalar deyishyapti o'sha odamlar? Aytishlaricha, chol uni nikohga olganmish. Savob uchun bo'lsa kerak-da. Soyabonni keng kepka kiyib olsam, oq soch meni tanib bo'pti. Ana shunaqa. G'ayratjon, dadang chaqiryaptilar. Tezroq bo'l. Xo'p. Qani? O'tiringchi mundoq. Qalay? Poligonga eson-omon borib keldingizmi? Poligon? Qanaqa poligon dada? Ha, velosipedni tankka urilgandek pachaqlab kelibsiz-ku. Yo'q, tank emas. Yo'ldan chiqib ketib, simyog'ochga urildim. Hoy, sen qo'chqarmiding simyog'ochga kalla qo'yadigan? Solay maylantirib. Hoy, tep-tekis yo'lda bir tekis hayda olmas ekansan, nima qilarding velosiped minib? Qo'sh. Dadasi, ertalabdan baqir-chaqir qilib, qo'shnilarga gap-so'z bo'lib o'tirmaylik. Bolamni joni omon qopti, shunga shukr qilaylik. Biron yeri mayib bo'lib qolganda nima qilardik? Tavbasiga tayangandir. Mana shu tavbasiga tayanadimi? Buningni turgan bitgani palakat-ku, xotin. Buni-chi uylantirib qo'yish kerak. Uylantirib? Ha, yosh bola-ku hali. Kelinni o'zi 3 kunda mulla mingan eshakdek qilib qo'yadi.
Labingni bo'yagin. Shartmikan? Baribir. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Voy, hozir eshik ochiq. Kiravering. Hozir. Ana bo'ldi. Assalomu alaykum qizlar. Yaxshimisiz? O'zlaridan so'rasak. Yaxshi yetib keldingizmi? Ha. Mayli, men unda do'konga chiqib kelaman, xo'p? Oladigan narsalarim bor edi. Ha, Xudoyberdi aka. Sizchi do'stingizni tergab qo'ying. Chunki ketganingizdan keyin injiqlik qilib, erkaligini qo'ymasdan ovqat yemay qo'ygan. Yo'q. Xullas, gaplashib qo'yasiz. Bo'pti. Xayr. Xo'p. Tergab qo'yaman. Assalomu alaykum Xudoyberdi aka. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? O'tiring. Uydagilar tinch, Shaydo. Xudoga shukr. O'zingchi? Men yaxshiman, rahmat. Ancha ozib qopsan. Kayfiyating ham yo'q. Qani, yorilchi do'stim, nima bo'ldi? Yo, birontasini yaxshi ko'rib qoldingmi? Sir degan. Mayli, eng yaqin do'stim sir saqlashga haqli. Bu kechda kasal bo'lib qolishing kech gap emas. Ha, aytgancha, oyim u narsa berib yuborgandilar. Shuning uchun Shaydo bonu, hozir ovqatlanamiz. Dasturxon tuzash sizdan, yegulik olib kelish bizdan. Bir mazza qilaylik. Kelishdikmi do'stim? Qani bir kuningchi. Bu boshqa gap. Qani bo'la qol. Tayyorgarlikni boshladik bo'lmasa. Xo'sh. Sen stullarni qo'yib tursang, men chiqib yegulikni olib kelaman, xo'p? Xo'p. 3 ta gol urganman. Bitta o'yinni o'zida Abdurayimov o'zi kelib, "Malades" kelgan. Tushundingmi? Mana shu yerimga urib, ko'kartirib qo'ygan. Yaxshi, o'sha O'sha eski gaplarmi? Ha, endi nima qilay? Abdurayimov o'zi 3 ta gol urganimdan keyin qo'limni ko'kartirganini maqtanib turibman, o'rtoq. Yangi gaplardan yo'qmi? Nonushta qilgim kelyapti. Kechagi aytgan narsalaringni hammasini tayinlab qo'yganman, o'rtoq. Gamburgerdan tortib chuchvaragacha, chuchvaradan tortib gamburgergacha jonga tegdi-ku. Bu chuchvarani qaymog'i bormi? Qaymoq bor, o'rtoq. Bo'lmasa menga o'sha derazaning tagidagi stolga bitta issiq non. Xo'p, keyinchi? Chuchvarani qaymog'i. Xo'p. Keyin bir choynak choy. Tushundingmi? Bo'ldi. Keyin o'zing tayyorlaydigan qahvadan bir piyola qilib bersang. Pele qahvasi. Piyolaga qahva. Piyolaga pele qahvasini qilib beraman. Bo'ldi, o'rtoq, gapirish mumkin emas. Abbos. O'shanda Abdurayimov yonimga kelganda, mana tezlikka degan qo'yapsan. Meni ham mana shu yerim ko'karib qolgan. Choydan iching. Rahmat. Mana marhamat. Go'shtdan ol. Rahmat. Qo'rqma, semirib ketmaysan. Rahmat. Olyapman. O'zingiz nimaga yemayapsiz-u? Yo'lda ovqatlangandim. Menga qarama, olaver. Boya Vasila Toshkentga qaytganingizni aytganida hayron qolgandim. To'y nima bo'ldi? To'y bo'lmaydi, do'stim. Nega? Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Ke, shu haqda gaplashmaylik. Men narsalarimni joy-joyiga qo'yay. Bir soatdan keyin dasturxon ustida agar yegulik qolgan bo'lsa, sen bilan xafalashamiz. Kelishdikmi? Xo'p. Bir tinam bermaydi, iflos. Pulingiz bilan qo'shmazor bo'ling, xo'pmi? Men baribir olaman. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'ramiz, kim zo'r chiqar ekan. Buni qanday tushunish kerak, amaki? Otayman deysiz-u, arzimagan pulni mendan qizg'anasiz. Topgan tutganim seniki deysiz-u, kassirlaringiz oldiga borsam, kassaga yaqinlashtirmasdan haydab yuborishadi.
Sen o'z hurmatingni bilishni o'rganishing kerak, o'g'lim. Qadrim hali shu bo'ldimi? Qadrimni siz bilmasangiz, o'zim bilaman, amaki. Hurmatingni bilganingda Sattor bilan oshqa to'pib yurmasding. Pulli qarti o'yiniga bormasding. O'z qadringni bilganingda pul so'rab kassaga emas, meni oldimga kelarding, o'g'lim. Meni o'zingiz yo'lingizga solishning yangi usulini topsizda, amakijon. Bo'ldi, bas. To es hushingni yig'ib olmaguningcha senga bir tiyinam pul yo'q. Bor. Eshitayda qoqoq o'zida nima qilib tursan? Aylanib o'tsangiz bo'lmaydimi aka? Ahmoq. Iya. O'zingiz ham jahovliq odam ekansiz. Yo'qmi ishtaha? Kech qolmadimmi? Yo'q. Unda yaxshi. Ayni vaqtida kelding. Qornim to'ydi. Shu qahvamni ichib bo'lsam, turamiz. Amin. Allohu akbar. Turdik. Xudoy berdiyam. Xafa bo'lib ketdi dadasi. Kelib uylantiradigan vaqtda ularni ayirib ko'rasizmi? Ikki kelinni birga tushirsak, qanday yaxshi bo'lardi? Xudoy berdiga ham to'y qilaman, xotin. Faqat keyinroq. Ochig'i u biz uchun butunlay boshqa olam. Tavba deng dadasi. Tavba deyman-u. Lekin uni ko'rdim deguncha yuragim allanechuk bo'lib ketaveradi. Gohi shodlik, gohi qayg'u, turfa kunlar boshimizda. Birda armon, birda orzu, ko'zlardagi yoshimizda. Musibatlar kelar nogoh, dilni tig'dak tilar nogoh. Ertangi kun qanday kelar, bundan hech kim bo'lmas ogoh. Umidingni so'ndirmagin, diling g'amga ko'ndirmagin. Bu hayotning maydonida yiqilmagin, yengilmagin. Tun zulmati tongdan darak, yorug' kunni kutmoq kerak. Baxting bir kun yo'qlab kelar. Kech so'nmasin, kech so'nmasin,
ezgu tilak, ezgu tilak. Qismatingdan esh o'ksima Peshonam sho'r ekan dema Bardosh bilan ishonch bo'lsa Uqubatu kulfat nima Umidingni so'ndirmagin, diling g'amga ko'ndirmagin. Bu hayotning maydonida yiqilmagin, yengilmagin. Tun zulmati tolgan darak, yorug' kunni kutmoq kerak. Baxting bir kun yo'qlab kelar, hech so'nmasin, hech so'nmasin. Ezgu tilak, ezgu tilak, ezgu tilak.